Ya'ni qabulni yaratib oldik va ko'rikni boshlaymiz. Mana shu joyda eslatib o'tmoqchiman. Avvalo muassasada AI, ya'ni sun'iy intellektni ishga tushirish uchun bizning Demet call centrimizga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Mana bu joyda sun'iy intellekt emblemasi chiqib turibdi menda. Demak, menda sun'iy intellekt funksiyasi mana shu muassasa uchun yoqilgan. Agar sizda mana bu emblema chiqmayotgan bo'lsa, demak siz bizani call centrimizga yoki Telegram botimizga murojaat qilib yoqtirishingiz mumkin. Murojaat qilganingizda muassasa ID raqami va shifokor mutaxassisligini aytishingiz kerak bo'ladi. Shundan keyin bizning xodimlarimiz sizning muassasangiz uchun sun'iy intellekt imkoniyatlarini faollashtirib berishadi. Va bemalol sizda ham mana bu emblema chiqishi bilan sun'iy intellekt funksiyasidan foydalansangiz bo'ladi. Chiqmayaptimi? Demak, call centerga murojaat qilish kerak. Mana bu chiqdimi? Demak, sizning muassasangizda sun'iy intellekt funksiyasi yoqilgan. Hozirgi vaqtda juda ko'p muassasalarda bu funksiya yoqilmagan. Yana shuni qo'shimcha qilib aytmoqchi edim. Sun'iy intellekt funksiyasi sifatli va samarali foydalanishingiz uchun maxsus mikrofonlardan foydalanishingizni maslahat beramiz. Kompyuter rusumiga qarab albatta va internet yaxshi ishlayotgan bo'lishi kerak. Slabi internetda ham javob qaytarishi qiyinroq bo'ladi. Xo'p, endi esa osmotrni har doimgidek to'ldiramiz, ya'ni bu yerda bemorimizning murojaati yoziladi. Masalan, bosh og'rig'i deb yozamiz va bu yerda ariza sababi kiritiladi va mana bemor kelganida shifokor va bemor o'rtasida suhbat olib boriladi. Ya'ni bemor o'z shikoyatlarini aytib o'tadi. Shifokor har xil savollar bilan bemorni kasalini yaxshiroq aniqlash uchun har xil savollar beradi va ularning orasida suhbat amalga oshiriladi va shundan so'ng shifokor mana bu joyda shablon tanlash orqali o'z bemor shikoyatlarini, anamnez morbid, anamnez vita yoki tavsiyalarini mana bu joyga qo'lda kiritadilar, to'g'rimi? Yoki shablondan foydalangan holda tayyor shablon qo'yib, uni o'zgartirib, hamma bemor shikoyatlarini mana shu joyda o'zlari kiritib o'tadilar. Bir vaqtni o'zida bemor bilan suhbat olib borib va bu yerga shifokor qo'lda xuddi shu ma'lumotlarni yozib o'tirishlariga ham baribir ozgina ko'proq vaqt ketadi. Shu vaqtni tejash uchun ham sun'iy intellekt funksiyasi ishlab chiqarilgan. Ya'ni shifokor hozirda bu yerga yozib o'tirmasdan yoki shablon ham tanlamasdan mana bu belgiga bosib bemor bilan shifokor o'rtasidagi suhbatni yozib olsalar bo'ladi. Yozib olganlari sun'iy intellekt tomonidan avtomatik tarzda mana bu joyda matn ko'rinishida raqamlashtirib beradi. Ya'ni hamma ma'lumotlarni qo'lda kiritmasdan shunchaki suhbatni mana shu tugma orqali biz yozib olib, suhbatimizni matnli ko'rinishini mana bu joyga tayyor shaklda yaratib olishimiz mumkin. Hozir bitta primer o'tkazamiz, ya'ni hozir testoviy shifokor va bir bemor o'rtasida suhbat olib boraman va uni yozib olamiz. Suhbat boshlashdan oldin mana shu sun'iy intellekt tugmasiga bosiladi va shundan so'ng avtomatik tarzda ovozimiz yozib olinadi. Suhbat tugagach esa mana bu tugmani yana bosishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, assalomu alaykum. Qanday shikoyatlaringiz bor? Salom doktor, bolamda 3 kundan beri yo'tal va nafas olishda qiyinchilik bor. U tez-tez charchaydi va kechqurun nafas olishda xirilish kabi ovoz chiqadi. Bolangizda issiqlik bormi va qanday darajada? Ha, issiqlik bor, 38 darajagacha ko'tarildi. Asosan kechqurun yuqori bo'lmoqda. Yo'tal bormi yoki
ya'ni yo'tal quruqmi yoki nam. Boshida quruq yo'tal edi, keyinchalik nam yo'tal ham boshlandi. Bolada boshqa qo'shimcha alomatlar bormi? Masalan, charchoq, appetit yo'qolishi, ko'ngil aynishi. Ha, appetit pasaydi, tez charchaydi va biroz zaif, ko'ngil aynishi yo'q. Bolada allergiya, terlash, uyqusizlik kuzatiladimi? Ha, kechqurun ko'p terlaydi va tunda uxlashi qiyin. Yaxshi, men unda bolangizga quloq va tomoqni tekshirish, stenoskopiya va qon tahlili tekshiruvlarini tavsiya qilaman. Suhbat tugagach, mana bu suhbat tugatish tugmasini bosamiz. Shundan so'ng ma'lumotlarni qayta ishlash jarayoni boshlanadi va bunga ozgina vaqt ketadi, albatta. Va shundan so'ng bizada sun'iy intellekt mana shu suhbat asosida kerakli ma'lumotlarni bizga mana bu joyda va avtomatik tarzda chiqarib beradi. Va tayyor holatga keldi. U juda ko'p vaqt ham ketmaydi. Va mana bu joyda bizda tayyor shablon paydo bo'lmoqda matn ko'rinishida. Shifokor uni qo'lda yozib o'tirishi shart emas, shunchaki mana shu tugmani bosib, suhbat olib borib, mana shu suhbatimiz asosida bizada tayyor mana bu yerda shablon paydo bo'ladi. Bemalol ko'rishimiz mumkin. Va bemor shikoyatlari yozilgan. 3 kundan beri yo'tal va nafas olishda qiyinchilik, tez charchash, kechqurun nafas olishda xirillash ovozlar bor. Tana harorati 38 darajagacha, asosan kechqurun. Suhbat davomida biz nimani gapirib o'tgan bo'lsak, mana shu bizada matn ko'rinishida paydo bo'ldi. Kasallik rivojlanishi, obyektiv ko'rik, klinik tashxislar, ну, ya'ni primerni tashxis ham chiqarib beradi va izoh yozib qo'yilgan, ya'ni qon tahlili, quloq tomoq ko'rigi, rentgen natijalari to'liq emas, to'liq aniqlashtirish uchun shu ma'lumotlar zarur. Ya'ni maslahat ham bermoqda, ya'ni mana shu analizlar, mana bu rentgen javoblari bo'lganida to'liqroq maslahat berardi. Xuddi shu tarzda shifokorlarimiz sun'iy intellekt funksiyasidan ishlatishligi mumkin ko'rik mobaynida. Va bundan keyingi funksiyasi biz sun'iy intellekt orqali shablon yaratib oldik avtomatik tarzda va mana shu sun'iy intellekt chiqarib bergan javobiga asosan biz sun'iy intellekt tavsiyasini ham mana bu joyda tavsiyani ham yarata olamiz. Mana shu shablonga asoslangan holda. Buning uchun sun'iy intellekt tavsiyalarini yaratish tugmasiga bosamiz. Yana ma'lumotlar qayta ishlanadi. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti.